Assalomu alaykum hammaga. Talera.uz platformasini YouTube'dagi birinchi loyihasiga xush kelibsizlar. Bugun biz sizlarga Talera haqida qisqacha ma'lumot beramiz. U bizani qaysi muammolarimizni yechadi va nimaga yordam beradi. Men bilan birgalikda bizdagi CTO vazifasini bajaruvchi Shohjahon bilan birgalikda biz platformamizni tushuntirib beramiz. Uning afzalliklari va qanday qilib undan foydalanish bo'yicha boshlasak bo'ladi demak. Tega bu Talera g'oyasi qayerdan kelganini agar men sizga tushuntirib beradigan bo'lsam, davlat ishida ishlash mobaynida juda ham ko'pchilik shu talabalar, studentlar, hali o'qishga kirmagan bolalar yoshlarimizni shu davlat ishiga kirish uchun qanday talablar bor degan savol berishdi. Undan tashqari bankka kirish, qanday qilib bankka kirsam bo'ladi? Bankda kirganda oilalari yaxshi, shuning uchun bankka kirmoqchiman degan har xil gaplar bo'ldi. Endi biz o'zim qo'limdan kelgancha ularga javob berishga harakat qildim. Lekin bunaqangi savollarni soni juda ham ko'plab bo'ldi. Masalan, qisqa muddat ichida biz imенно bankka ishga kirish bo'yicha kontent yaratib, o'zimni Instagram platformamda 13 mingta odam yig'ganman, imенно bankka ishga kirish xohlaganlar uchun. Ko'plab savollar bo'ldi, aynan ishga kirish bo'yicha. Va o'sha paytda shunday bir g'oya tug'ildiki, bitta platforma qilsak, shu savollarga hamma javobni shu platformadan olsa. Birinchi navbatda men uchun bo'lgan eng katta muammo yoshlarimiz ishga kirishda faqatgina oyligiga qarashadi, oylik maoshiga. Ularning o'zi qobiliyatligi qaysi yo'nalishga qaratilganligi, umumiy olganda ular nima ish qo'lidan kelishini hali bilishmaydi. Lekin ularda bankda ishlash, vazirlikda ishlash bo'yicha xohish bor. Bu narsani biz qaysidir ma'noda Talera platformasida ularni birinchi navbatda talantini aniqlab, ular qaysi yo'nalishda talanti bor. Balki ular moliya bo'yicha, tahlil bo'yicha, balki marketing bo'yicha, umumiy olganda balki ijodkor odamdir. Umuman bankda ishga to'g'ri kelmas. Birinchi bo'lib shu muammoni hal qilish uchun Talera platformasini biz siz bilan birgalikda yaratyapmiz. Talera platformasini asosiy g'oyasi bu talantlar erasi keldi deganini bildirish. Hozirgi kunda sun'iy intellekt juda ham rivojlangan. Suhbatlardan o'tish jarayonida yoki ish qilish jarayonida sizni qobiliyatingiz umuman rol o'ynamaydi. Любой vazifani siz sun'iy intellekt yordamida bajara olasiz. Lekin eng almashtirib bo'lmaydigan skill bu qobiliyat. Agar sizni qobiliyatingiz bo'lmaydigan bo'lsa, agar sizni talantingizni o'zingiz aniq bilmaydigan bo'lsangiz, sizni sun'iy intellekt ishlatganingizdan foyda yo'q. Shuning uchun hozirgi kunda sun'iy intellekt hamma sizni rutin ishlaringizni bajarib beradi, lekin qobiliyat sizda bo'lishi kerak, talant sizda bo'lishi kerak. Bizning asosiy g'oyamiz shu. Talantni ustiga qurilgan karyera bo'ladi. Ya'ni talantlarning erasi keldi bo'ladi. Qisqacha bizga hozir endi Talerani hozir veb-sayti endi chiqadi, relizlari chiqadi. Buni biz e'lon qilamiz. Sizlar kirib, o'zingizlar test topshirib va yangi CV formatini yaratib, o'zingizlarning CVlarni ish beruvchilarga yuborish imkoniyatini ham biz yaratib qo'yamiz. Eng zo'r tomoni siz bitta CV yaratib, sizni sohangiz bo'yicha, masalan, agar siz moliyachi bo'ladigan bo'lsangiz, O'zbekistonda nechta tashkilotga moliyachi kerak bo'ladigan bo'lsa, biz hamma tashkilotga sizni CV'ingizni yuboramiz. Va bu sizni ishga kirish imkoniyatingizni menimcha 100 barobar oshirsa kerak bo'ladi. Chunki biz kamida 100 ta tashkilotga biz yuboradigan bo'lsak. Endi platformani qisqacha ko'rib chiqamiz. Birinchi navbatda bizda talantni aniqlash birinchi o'rinda turadi hozirgi kunda, to'g'rimi? Platformaning asosiy vazifasi hozirda talant aniqlab beradi va foydalanuvchiga o'sha talantga asoslangan holda o'z CV'sini yaratib beradi. Va bu talantni
99% aniqlikda tekshiradi sun'iy intellekt va bir xil struktura bo'yicha yoki 2-3 xil struktura bo'yicha CV yaratib beradi. U userni xohishlariga qarab. Va bizda bu interfeys juda oddiy tuzilgan va foydalanish uchun adashmasam qiyin bo'lmaydi nazarimda. Juda oson va o'qib ham tushunsa bo'ladi va asosiy vazifasi test topshirish. Test topshirib turamizmi yo'qmi hozir? Test topshirish jarayoni, testimizni biz imminda qaysi yo'nalish bo'yicha bo'ladi? Hozir test topshiramiz. Qanaqangi? U ani bir matematika bo'yicha test bo'ladimi yoki iqtisodiy testlarmi? Talantlarni aniqlash bo'yicha aralashgan, ya'ni qanchadir foizi psixologicheskiy, ya'ni qanchadir foizi aniq fanlarga yo'naltirilgan, qanchadir foizi kasbga yo'naltirilgan va shularni tahlil qilgan holda o'z imkoniyatini va talantini aniqlab beradi. Ya'ni bu yerda ish beruvchi tomonidan agar sizga ishga kirishingiz uchun ingliz tili talab qilinadigan bo'lsa, rus tili talab qilinadigan bo'lsa, biz test jarayonida buni aniqlaymiz. Siz qanchalik o'sha tilni bilasiz? Bilishingizni mukammalligini tekshiramiz va agar siz o'sha lavozimga to'g'ri keladigan bo'lsangiz, muammosiz yuboramiz. Eng zo'r tomoni, agar sizni o'sha ko'nikmalaringiz yetmaydigan bo'lsa, bizning platforma ularga o'qish imkoniyatini ham beradi, to'g'rimi? Shunaqa. Ular keyingi etapma-etap ularni ko'rsatib ketamiz. Platforma hozir yangi va ularga hamma imkoniyatlarni ham ko'rsata olmaymiz. Chunki hali qo'shadigan imkoniyatlarimiz bor. Va shuning uchun ularga hozir qisqachasiga ayta olamiz. Bu talantni 99% aniqlab bera oladigan platforma. Agar ishlanishini agar qisqacha ko'rib ketsa ham bo'ladi. Bo'ladi. Mana 19 ta savol bor. 19 ta savol va men hozir jarayon tezlashtirish uchun tezroq belgilab ketaman. Va shu orqali bilib olsa bo'ladi qanchalik veb-sayt yaxshi ishlaydi. Mana bu yerda ijodkorlikni aniqlaydigan tadbirkorlik yo'nalishi bo'yicha amaliy tadqiqotchiligi, umumiy olganda odamni qaysi yo'nalishda talanti borligini aniqlaydigan test bo'ladi. O'shanda ish beruvchiga ham sizga ham osonroq bo'ladi, chunki siz balki bankka kirib siz tahlilchi bo'lmoqchisiz, lekin test topshirganingizda agar siz ijodkor chiqadigan bo'lsangiz, siz ertaga 1 yil, 2 yilda u ishdan baribir bo'shab ketasiz. Shuni biz oldini olamiz. Shunaqa. Va testimizni qisqacha topshirib oldik va bu yoqda bizga ko'rsatyapti qobiliyatlik 87% tadbirkorlik uchun va tartiblilik 87% ekan. Va amaliy, ya'ni nima desa bo'ladi? Qo'l bilan yasaladigan va shunga o'xshashlik. 75%, ijtimoiy 60%, o'sha tadqiqotchi va ijodkorlar 66%. Va buni tabiiyki ko'rishimiz ham mumkin, qaysi kasblar qaysi kasblar to'g'ri keladi. Mana aynan siz testni topshirganingizdan keyin sizga qaysi kasb to'g'ri kelishini sizga bizning platforma maslahat beradi. Mana bu yerda hozir loyiha menejeri bo'yicha ish bor ekan siz uchun. Sotuv menejeri, buxgalterlik, HR mutaxassisi, shunaqangi bir yo'nalishda sizga to'g'ri kelishini bizning platforma aytayapti. Asosiysi bu keyingi etapida agar siz masalan HR mutaxassisi tanlaydigan bo'lsangiz, qaysi bankda HR mutaxassisi, qaysi tashkilotda HR mutaxassisi vakansiyasi mavjud bo'ladigan bo'lsa, o'sha yerga to'g'ridan to'g'ri sizni CV'ingizni yuboramiz. Undan tashqari yuqoridagi 4 ta yo'nalish ham agar sizga to'g'ri keladigan bo'lsa, hammasini tanlaysiz va o'sha 4 ta yo'nalish bo'yicha bizni CVlaringizni kerakli tashkilotlarga yuboramiz. Va hammasi jarayon tugagandan keyin bu yoqda CV yaratish va CV yaratishni bosib, bu yoqda hali ko'p funksiya qo'shilmagan, qisqa vaqt ichida qo'shamiz va bo'sh joylarni to'ldirgan holda so'ralgan narsalarni o'zi uchun CVni 4 xil tilda yaratilib olsa bo'ladi. Turk tilini ham qo'shilgan. Shuna. Super. Endi CVni nega biz CV qo'shdik? Mana shu muammo haqida ham gapirsangiz. CV hozirgi kunda har xil tashkilotlar o'zi uchun har xil CV so'rashadi. Ba'zilari o'zini
strukturasi bo'yicha, ba'zilari boshqa struktura bo'yicha. Uni topshirayotgan odam to'liq bilmaydi va shuning uchun biza bu yoqda aniq bir CV yo'nalish qilamiz, u tanlera bo'ladi va banklar bilan yoki tashkilotlar bilan hamkorlik qilinadi va tashkilotlar o'zini necha xildir turdagi CVlarni so'rash o'rniga tanlera CV so'raladi. O'sha vaqtda aniq bir yo'nalish bo'ladi. Shunda chalkashlanmaydi va rad javobi kamroq olinadi nisbatan. O'zi shu ishga kira olmasligini sababi ham CVni to'g'ri to'ldirishni bilmaslik. Shunaqa. Oddiy qilib aytganda bizada CVni yozish bir mentaliteti deymizmi, madaniyatimi shakllanmagan. Hamma tashkilotda har xil bo'ladi. Bizani platformamiz yagona CV formasini yaratadi va uni har bitta tashkilot uchun universal qilish imkoniyati bo'ladi. Bu keyingi etaplarda xuddi shunaqangi mazmunda biz ishni yuritishni boshlaymiz. Bu Talera platformasini haqida gap birinchi ko'rsatuv bo'ldi. Sizlarga yoqdi degan umiddamiz. O'zingizning fikringizni yozib boringlar. Qanday yana qo'shimchalar qo'shishimiz mumkin bo'ladi? Ishga kirish bo'yicha, ishdagi muammolar bo'yicha, balki qanaqadir korrupsion holatlarni oldini olish uchun bizning platforma yordam berar. Shularni kommentariyada yozib ketadigan bo'lsanglar, biz xursand bo'lamiz va albatta o'zimizning yo'nalishimizga bu siz bergan takliflarni qo'shib yanada mukammal produkt yaratamiz.